Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Islom Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi Boliviyada o'z mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. Yig'in doirasida o'smirlarimiz 17-iyun kuni Boliviya o'smirlariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Teng kurashlar ostida o'tgan o'yinning birinchi bo'limida hisob ochilmadi. Ikkinchi bo'limda esa o'yinning 53-daqiqasida Hakimovni to'pni qo'li bilan o'ynadi deb hisoblagan hakam O'zbekiston darvozasi tomon penalti belgiladi va raqiblarimiz penaltini bexato bajarib hisobni ochdi. Uchrashuvning 69-daqiqasida hakam 3-raqam ostidagi futbolchimiz Hakimovga qizil kartochka berib maydondan chetlatdi. Uchrashuvning 82-daqiqasida esa darvozabonimizning xatosidan unumli foydalangan boliviyalik futbolchi hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Ushbu hisob o'yin oxirigacha o'zgarmadi. Endi esa o'smirlarimiz 19-iyun kuni yana bir bor Boliviya o'smirlariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.